bir o'zbek xalq mana choyni yaxshi ko'rishadi-da. Ayniqsa mana shu dasturxon ustidan bir palov turganda yoki sho'rva bo'lsa, farqi yo'q, qanday taom bo'lishidan qat'iy nazar taom iste'mol qilayotganda baribir bir piyola bo'lsa ham choy ichish kerak. Lekin ovqat o'rnida emas. Ya'ni siz ovqatning o'rniga faqatgina suv ichib yura olmaysiz yoki bo'lmasa taomlanayotganingizda ham bir varakayga choy iste'mol qilish mumkin emas, to'g'rimi? Mumkin emas. Buni sababini bilasizmi? Nima qilsa bo'ladi uni? Yo, oldin sababini bilsangiz, keyin o'sha choy ichmay qo'yasiz. Xo'sh. Chunki mana siz hozir shashlik yeyapsiz, go'shtli ovqatli yeyapsiz. Baribir tomoqda tiqilib qoladi, ichgimiz keladi. Yog'li bo'lib qolsa, choy ichib olish kerak qanaqa? Yo'q, mana temir moddasiga boy yeyapman, ana endi meni kamqonlik qiynamaydi deysiz-ku, lekin aslida choyning tarkibidagi tanin moddasi temir tanamizga so'rilishiga qarshilik qiladi. Shu uchun ham bizning O'zbekistonda juda ko'p insonda shunchalik go'shtxo'r bo'lsa ham ferritin past yuradi-da. Sabab choy ichishimiz kerak emas. Yo'q. Ichish kerak emasmi? Yo'q, ichmaslik kerak. Ya'ni aynan mayli boshqa payt ichilsin, lekin ovqat bilan birgalikda emas. Albatta, chunki ma'lum bir mineral deysizmi yoki vitamin deysizmi, barchasini kesib tashlash. Xuddi shunaqa. Albatta. Ovqatdan biz normalniy nima ola olmay qolamiz, o'sha temir moddasini yaxshi ola olmay qolamiz. Shuni hisobiga ham juda ko'p ayollarda ovqatlangandan keyin qanchadan keyin ichsa bo'ladi? Masalan, choy bo'ladimi, suv bo'ladimi? 1 soatdan so'ng ichsangiz. Limonad bo'ladimi, farqi yo'q. Ovqatlanishdan yarim soat oldin hech bo'lmaganda choy ichmaslik kerak va undan keyin 40 minut uzog'i 1 soatdan keyin bemalol choy yana ichib ketaverasiz. Umuman choyni to'xtatib qo'ying demoqchi emasman. Faqat ovqat bilan choy ichmaslik kerak. Chunki ovqatni vitaminlarini tanamiz so'rib olish kerak. Albatta, har narsada me'yor bo'lgani kabi bunda ham me'yor mavjud-da, Shahriyor aka.